Og'ajonlar to'g'risi, onasini emsin. Ey, menga qaranglar. Normalniy qiz bo'layotgan bo'lsa, ko'rib turibdi. Hamma narsani bilib turibdi. Bilib turib bitta qaysidir musturga meni chiqartirib birinchidan so'ktirmasdi. Gaplash, odamlar aytayapti, gaplash. Endi men onasini emsin yomon gapirgim kelmaydi, narsa qilgim kelmaydi. Prosta men bu xuyna onasini ko'tiga sikay, mayli u rasxotiga, mayda chuydasiga Xudoyim beraversin. Prosta vaqtimga achinaman-da, chin yurakdan sevganman-da, biladi. Tushunyapsizlarmi? Chin yurakdan sevganman-da. Shunday yuragim og'rigan, hozir ham rashk qilganim uchun aralashdim. Bo'lmasa idin naxu deyardim. Men onasini amiga kirib ketmaydimi? Dubayda shuncha qiskanmi yo bo'lmasam, shuncha O'zbekistonda shuncha qiskanmi deyardim. Yaxshi ko'rganim uchun, mana qo'taq yurak hali ham yaxshi ko'rganligi uchun, qo'taq yuribsanmi sen yoqda? Qo'taqi yuribsanmi sen yoqda? Nima qilib yuribsan? Jalab deb yaxshi ko'rganim uchun rashk qilib yozdim.